Ingliz tilida present perfect harakat o'tmishda sodir bo'lganda, lekin uning natijasi yoki aksi aynan hozirda ko'rinib tursa ishlatiladi. Ushbu zamonni 5 ta asosiy kalit so'z orqali osongina tanib olishimiz mumkin. Ever biror marta, never hech qachon, already allaqachon, yet hali va just hozirgina. Gap tuzish formulasi ham juda oddiy. Ega undan keyin have yoki has yordamchi fe'li va asosiy fe'lning 3-shakli, ya'ni verb 3 ishlatiladi. Masalan, go fe'li gone, eat esa eaten shakliga o'zgaradi. Inkor gaplarda esa shunchaki haven't yoki hasn't shakllaridan foydalanamiz. Bu yerda eng ko'p qilinadigan xato 3-shakl o'rniga o'tgan zamon fe'lini qo'yib yuborish. I haven't went emas, balki I haven't been there deyish to'g'ri bo'ladi. So'roq gap yasash uchun esa hech qanday qiyinchiliklarsiz have yoki has yordamchi fe'llarni gapning boshiga chiqaramiz. Fe'lning 3-shakli esa o'zgarishsiz qolaveradi. Masalan, she has finished gapini so'roq qilsak, has she finished ko'rinishiga keladi. Keling, hayotiy misollarni ko'ramiz. I have lost my keys. Kalitni yo'qotib qo'ydim. She has just called me. U hozirgina qo'ng'iroq qildi. Have you ever eaten horse meat? Hech ot go'shtini yeganmisiz? Diqqat, eng katta tuzoq. Agar gapda yesterday yoki last year kabi aniq vaqt ko'rsatilsa, present perfectni mutlaq ishlatib bo'lmaydi. Aniq vaqt bo'lmasa present perfect I have seen him, aniq vaqt bo'lsa past simple I saw him yesterday bo'ladi. Endi esa navbat sizga. Xuddi shu zamondan foydalanib savolimga javob bering. Have you ever done something crazy? Ya'ni hayotingizda biror marta jinnicha ish qilganmisiz? Javobingizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni unutmang.